Talablaringizga binoan bugun biz mana shu naketkani ikki xil usulda andozalarini tayyorlashni o'rganamiz. Juda ham oson usulda men sizga ikki xil naketkani o'rgatib qo'yaman. Naketkani xuddi shunday orqada ochiq yoki to'liq yopiq holatda ham tayyorlasangiz bo'ladi. Bu naketkadan ko'ylaklarni ustida yoki boshqa fasondagi liboslarning ustidan ham bemalol kiyib foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda naketka alohida detal shaklida tikilgan. Har doimgidek Maryams metodi bilan tayyorlangan oldi va orqa asos andozalaridan foydalanyapman. Xuddi shunday qilib siz ham qo'yib olishingiz kerak bo'ladi. Bitta vertikal chiziqqa oldi va orqa o'rtalarini xuddi shunday bitta yo'nalishga qo'yib olamiz. Bunday qilib naketkalarimizni qo'yib chizib olganimizda bu andozani orqa oldi yopiq holatda, ya'ni buklovda bitishingiz kerak bo'ladi. Naketkani uzunligi, kengligi hammada ixtiyoriy. Eng asosiysi mana shu texnikani yaxshilab o'rganib olsangiz bo'ldi. Endi biz ikkinchi naketkamizni ham o'rganamiz. Ikkinchi naketkamizda albatta orqa tarafda ochiq holatda tayyorlaymiz. Unda oldi orqa asos andozalarini, yelkalarini bir-birlariga tutashtirib qo'yib olamiz. Xuddi shunday qilib andozalarni tayyorlab olganimizdan so'ng aytib o'tganimdek naketkani oldi uzunligi, kengligi, orqa uzunliklar hammada ixtiyoriy. Bunday tayyorlangan andozamizni orqasida xuddi shunday ochiq turgan holatda tayyorlasak bo'ladi. Demak, naketkani formasi hammada ixtiyoriy. Kvadrat, dumaloq, uchburchak, qanaqa formada xohlasangiz, xuddi shunday formada men ko'rsatgan ikkala texnikadan birini tanlab bemalol bir qavat, ikki qavatli qilib ham tayyorlasangiz bo'ladi. Kelayotgan bayram munosabati bilan biz sizlarga juda ham zo'r sovg'alarni tayyorlab qo'yamiz. Bu sovg'alarni olish uchun hoziroq izohlarda plyus qoldiring.